Taylanddagi Uyg'urlarni qo'yib berish to'g'riliq sudga ariz sunilgan. Taylandlik advokat Chuchat Kampay Tayland turmusida 12 yildan beri tutib turilayotgan Uyg'ur tutqunlarni qo'yib berishni talab qilib, sud mahkamasiga ariz sungan. Radiomizning egilishicha 30 yanvar sunilgan ariznamada bu Uyg'urlar 2013 yildan 2025 yilgacha turmada yotdi. Ularning jazo muddati allaqachon to'shib ketdi. Ularni davomli tutib turish qonunsizlikdir. Ular endi erkinlikka chiqishi kerak deyilgan. Advokatning bildirishicha, bu vaqtdagi sud 2 ayning 17 kuni ochilgan bo'lib, uningga Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlarining vakillari, kuzatuvchi yoki guvohchi subti bilan qatnashdi ekan. Tayland hukumatining hali ham turmada tutib turilayotgan bu Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bermoqchi bo'lganligi haqidagi xabar oshkorlangandan keyin kuchli xalqaro inkos qo'zg'algan edi. Shuningdek keyin Tayland hukumatining bayonotchisi, hatto Taylandning davlat mudofaa ministri qatorliqlar bayonot berib, bu xabarni inkor qilgan edi. Har qaysi kishilik huquq organlari Tayland turmusidagi Uyg'urlar turmadan qo'yib berilib, toki 3 bir bexatar davlatga yerlashmaguncha Xitoyga qaytarilish xavfidan qutula olmaydiganligini ta'kidlamoqda.